Dadoy! Ey dadoy! Sanxilo motosini ushqandek haydab dadsini izlab ketib boradi. Voy dadoy! Ey dadoy! Lekin bu chaqda dadsi allaqachon yerda yetib bo'lgan edi. Dado, hey dado, zodi senga kim qas qildi? Zodi senga kim qas qildi? Sen moto bilan so'qiyotding ku bolam. Yo'q dado, men sen uchun intiqom olaman. Bolam, meni doktorxonaga oppa. Yo'q dado, men berib uni izlayman. Meni to'sima. Hey bolam, men sana Brausiz moto aydima degan bu. Oteldeki Zafar motosiklet şoförlük mektebiga berib o'rgansan bo'lmamdi. Surti tez imtihon maydonidagi maktab ichida mulozimatima a'lo-ku. Ha, dada, Zafar, qanday safarga chiqamiz? Hey bolam, hey panqay bolam. Ila Xotan shaharlik marhaba yo'li nihoyalik qatnash atritining yonidagi maktabda da'vatimi. Faqat bilmasang telefon qog'oziga yozib qo'ydim-ku. Yo'q dada, meni to'sma. Men cho'qim o'sha odamning ikki putini o'tak tiqibdimi? Hey, nima deydigansan bolam? Meni tashlab ketma. Menga doktor kerak. Nima deysa dada? Bankning maxfiy nomerini deb beramsan? Hey, Guytoza, meni doktorxonaga oppa. Oppa, opam bu yerda yo'q. Opam o'lib ketgan xilishilib qoldi. Maxfiy nomerini deb bersa, men deb dada. Hey dada, gaqila. Dada. Sanxilo o'ziga faqatla o'xshamaydigan bu dadsini qutqizish uchun tirishgan bo'lsa-mu, faqatla amal qilolmadi. To'satdan u yerda turgan aynak danzini uchirtib qoladi. Ha? Danza? Ajiba. Dadam haq bilan danza o'ynab futrab qo'yib, numusqichidimay yurganmidi? Bu zodi kimning dansi? Ular ikki o'lanku o'ynaganmidi? Yoki 3-2 tashlash o'ynaganmidi? Dadsidan ayrilish azobiga chidamagan Sanxilo intiqom olish uchun qat'iy niyat qildi. Hamda daryo bo'yiga berib, kimlik deyapti. Burun Sanxiloning intayin baxtli bir oilasi bor edi. Mehribon opsi uning yamoq tikib bersa, kuyimjon dadsi uni u yoqdan bu yoqqa tashlab o'ynaydi. Balkim shu sababdan Sanxiloning beshi tang bo'lib kelib, tog'dan gap qilsa, bog'dan so'zlaydigan bo'lib qolganmikin tang. Sanxilo qizil rangga ajoyib ishtiyoqi bor bola bo'lib, hatto haq bilan so'qishib qolsa-mu, qizil ko'rmagichi bo'ldi qilmaydi. Mana gapni qilib tursamlar 2-3 tal sesiq mogo satyang yo'la paydo bo'lib, uning bilan kirishib qoladi. Sanxilomi oyoqni kiyishga ulgurmayla, o'zining qizil paypoqlari bilan ularni sesitib yerda yotqizib yetadi. Bu asnoda Sanxiloning har bir qismida kombosi bo'lmaydigan, lekin yana bir qismiga faqatla yetishmaydigan chiroyli qiz personajdan birisi paydo bo'lib, Sanxiloga hayotda mushbashvodimi payzishlar borligini, uning oldida har xil go'zal o'rmon tikchoqlarning uni saqlab turayotganligini aytadi. Bizning Sanxilo qanday odam? Shu zamonli kiyimini selib monchiga tushib, yo'q, shu zamonli u qizga xo'shnab bo'lib jafoliq chiniqishni boshlab yetadi. Sanxiloning taraqqiy qilgan arto santo fujilarini ko'rgan bu qiz kash bo'lganda yolg'ondan choyga mangan bo'lib, "Yey, men xato kirib qolibman-ku" deb uning yiniga kelib qoladi. "Akajon, bundaq yursangiz revmatizm bo'lib qolasiz. Diqqat qilsizlar, belgi sovuq o'tib ketmasin. O'zingizni issiq tuting. Men suvni isitib beraymi?" Yo'qol, akang degan jinan, akang jingjir degan jindek po'lat jinan. Meni xato tushunmang, hey yigit. Men bir mogo o'zdigan qiz. Har xil mogolarni o'z qo'lim bilan uzib tashlayman. Mening nima yomon g'arizim bo'lsin? To'g'ri, bir ko'zdan sabiliga chiqib turadigan nodon qiz bolaning bundaq kelishgan jiro'liq bolalarga qandoqmi yomon g'arizi bo'lsin? Ey, g'araz uqmaydigan gri bir nima ekansa Sanxilo. Atsa otamon chiroy bir seriqdik Sanxiloni izlab kelib qoladi. Cho'ng dadangning montsa emas bu kunda tushaverdigan. Bizning nongjallarning fintoni bu. Xejil olmay yalang'och tutongmadi, ha? Sanxilo chochirib o'rnidan qo'yib ketdi. Otamon uning qizil ko'sar kiyib olganligini ko'rib, bu bola yomon bola o'xshaydi-da. Xosiyatli odammi qizil ko'sar kiyadi. Xiymanmi qizil ko'sar kiyadi. Demak, bu bolaning bu yil mo'jil ekanda, 24 yoshlarda bor o'xshaydi bu. Shig'i tegmay jumong yaxshi deb. Bolam, juniva, shitoga so'pollaring bormi? Kerak bo'lsa menga dejimi? deb osta ketib qoladi. Tong otganda Sanxilo dadsini o'ldirgan qotil yakchashmini izlab bormoqchi bo'ladi. Aka, sen nega mangdi? Men dadamni o'tdagan qotilni izlab mangdim. U bir yakchashma. Hech kim uning yana bir ko'zini ko'rib baxmaganki, balkim u yana bir ko'zini to'sab yuramiki? Sen ko'rdingmi unda odamni ufkam? Voy, aka, bunda avaroqchi mening shimpinjin nomerimni o'qib bersanmamdi. Endi deyman-ku ufkam. Ta odamni ko'rib baqqanmi? Yo'q aka, men unda ko'zini to'sib oldigan bolalarni ajaldan ushirtib baxmagan ajaldan. Senmi shu go'ya? Ya gaqilab jinima? Yusel, kallanga birmosh. Ay yigit, yana uchirishib qoldik. Bu yoq meni ocham bo'ldi. O'zi grimchi. 我是在玩颜色，我不是化妆师。可是我玩颜色，化完妆之后，莫名其妙的觉得自己还是蛮好看的。 Sanxilo yana bu budushqa qizni ko'rib, chidag'uvchiligiga qolmay o'zini suvga atadi. "Ey ocha, men bilan bu shaybola suvga tang tushib ketsa, kimni qutuldirsa?" Shokichik bu gapni deb bo'libla suvga tushib ketadi. Bu qiz bo'lsa, cho'nqur o'ylashayotgandan keyin adomliq variansi g'irga ketib qoladi. Sanxilo yakchashmini izlab paraxtga asta devish chiqolmay chiqadi. Lekin bu paraxtda yakchashmining qo'lchimoqlari intayin jiqidi. Bizning Sanxilo qanday odam? Ash-pash degucha, "Voy, hay, voy, hay, voy, voy" debla yolg'iz gumpisini ishlatib, hamma odamni yotqizib
taxtning paraxutiga o'tlarni qo'yib tayyorli qilib qo'ydi. Voy, o't ketdi! O't ketdi, o'chiringlar, o't ketdi! Sanxilo o'zi qo'yib o'tga o'zi vaqag'ash, bilib-bilmay paraxut oshxonasidagi qassobga yo'l qilib qoldi. U qassobning go'shtining kilosini so'ray deb eg'iz itishiga qassob uningga yaqinchilik qilmoqchi bo'lib qoladi. Qassob bilan bir qism yaqin munosabatlarni o'tkazgandan keyin qilib qolgani bularning otamani Yakchashmaydi. Bu Yakchashma dadamning intiqomini olaman. Yo, dadangni men tonimayman qara sultak. Anglasam o'zing motoy deb so'qab qo'yibsan-ku. Ha, asli senkinsan-da dadam qas qilgan. Ya qara, mavo dadangning o'limini qara. Bu ablah, sen nima degan razil? Ya soqamay, bu gapni angla qara. Men seni bugun cho'qim yer bilan yaksan qilaman. Qallis teatr beqiraydigan tomqash yakisi, qalpoq taqmay motoy deb quloqdan ketmagansa, ha? Men nima deyapman, sen nima deyapsan? Moto? Asli sen moto bilan so'qibsan-da. Gapni asqil, bir qapas quchoqlashmayjan seni kutmoqda. Sanxiloning ammo lekin dahshat gap tushunmaydigan qashang panqay ekanligini ko'rgan Yakchashma, "Voy!" debla, haykalni chiqibdi. Sanxilo bo'sh kelmay, "Voy!" debla, yana bir haykalni chiqibdi. Voy, ikking bir-birini kuchatmay uchun haykaldan yilshamsa, Yakchashma ajoyib yomon bo'lib, chaqmoqdek chaqqonlik bilan Sanxiloning ko'ziga surma surib qo'ydi. Lekin Sanxilodek ballaga surma go'min qilg'ashqa yer jahon ko'ziga to't ko'rinib ketgan edi. Moshundaq jiddiy paytda iliq shokichik Sanxiloning ganshig'i berib qo'ygan kiyimini uningga tashlab berdi. "Opla, ishchataq, Yakchashma, sening kuning bekchataq, tez qoch, oldi kayningga qarmay qoch." Sanxilo uxlash kiyimini kiyib, shunchalik ruhlanib ketdi. Go'yo maktab yangi forma taqatganda xo'shalligidan bir ishki mullahni etib turgan balladek bumi 2-3 beqirib etdi. Sanxilo o'zining qizil ranglik surmasiga moslashgan qizil paypiq bilan qizil kiyimining yordami ostida Yakchashmaga qaytarma zarba berdi. Mana Sanxilo boshqa bolalarga faqatla o'xshamaydi. Boshqa bolalar so'qasda chapan salatdi, bu bola chapan kiyatdi. Shuningcha, o bolaning bir yerlar ta'tir. So'q suvda chiqishini va mushtaq qilarmiki, Yakchashmami bo'sha demamizda. Birdamda uni tutib oldi. Og'rib ketdi, og'rib ketdi. Chidamas kelsa, meni tayyorligim bitmagan. Laypi, to'xta. Ay! Sanxilo o'zi ijod qilgan yovg'az chidamaslar kompasini ishlatib, Yakchashmani oxiri yengdi. Lekin kim o'ylasin, bu odam amaliyotda Yakchashma emas edi. Dadangni rasman o'ldirmagan. Men sana nasihat. Xapomay bir motoni avaylab haydasang, dadang becharamni o'zing so'qib qo'yibsan-ku. Nima? Qotil moto mingan birisi deydingmi? Chiqsho. Panqay, sen shu men cho'qim intiqom ilib berman. Baqa. Xomush bola, saqib ketasan balto'roq. Masaka. Endi tushunib ketdim, Oriva. Vatashiva, Yakchashmaning ko'ziga qo'limni tiqib o'taman. Sanxilo bel qo'yib etmadi. U yanada dadasini o'ldirgan qotilni izlamoqchi edi. Yiliqi mogo teriydigan qiz Sanxiloning manqisini ta'tir suritgan harakatiga qarab bir narsa degiz keldi-yu, to'xtab qoldi. Xo'shamsa, men haqiqiy Yakchashmani topmoqchi bo'ldi qilmayman. Sanxilo shundoq degunicha motoni minib quyindek chiqib ketdi. "Ocha, sen nima deb eshitding? Men u balaga Xotin shahar Maraba yo'li Noyal qatish atritining yoniga joylashgan Zafar mototsikli chopurliq maktabida o'rgansa, surti intayin tez chiqdi. Imtihon maydoni maktabning ishidla, mulozimati intayin a'lo. Telefon nomerini tek tuvangili yozib qo'yibdi. U bala nimishga mushuni tushunmaydi-qando. Hey, maylala, yo'llar tega uzun. Men mogoramni teray, u berib shu isl maktablarda o'qib kelsin.